Ushbu loyiha Turonbank hamkorligida Andijon viloyati Baliqchi tumani Omonariq mahallasida 47-59 kontur 806 gektar yer maydonida amalga oshirilmoqda. Ekin turi makkajo'xori. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar holati yaxshi, unib chiqish jarayonida. Ekinlar yetishtirish 91 kun davom etadi. Ekinlarni yetishtirish davomida sug'oriladi va tabiiy o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 43 ta dehqon xo'jaliklariga biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaliklar uchun o'rtacha 20 sotik yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Turon yerlari MChJ biriktirilgan. Ushbu yer maydonida jami 103 tonna hosil yig'ib olish rejalashtirilgan.